Men uchun bu holat umuman norma emas. Ayol kishini tashqi ko'rinishiga qarab muomala qilinish, kiyimiga, tashqi ko'rinishiga qarab baholanish qanchalik to'g'ri. Ishda, o'qishda hozirgi kunda ayollarning kiyimiga, tashqi ko'rinishiga qarab muomala qilinadi. Go'yoki tashqi ko'rinish birinchi o'rinda turgandek ko'rinib qolgan. Joyga borasizmi, sizga nisbatan insonlarda muomalasi o'zgaradi. Nimaga shunaqa? Qani bu yerda mantiq? Okey, ishlaydigan joyni bir chekkaga surib turing, hattoki bozorga borsangiz ham, do'konlarga borsangiz ham, hattoki shifokor huzuriga borsangiz ham, sizni kiyimingizga qarab muomala qilishi bu to'g'risi odamni ozroq emas, ancha xafa qiladi. Shaxsan menda o'zimga qarab yurish yoki meykapda bo'lish bu o'zimga bo'lgan ishonchni oshiradi. Tashqi ko'rinishimga qarab fikr bildirishi bu men uchun muhim emas. Men o'zimdan mamnuniyat hissini, ishonch hissini tuyishim muhim. Doim balkim pardoz qilish sizga ishonch berar, tabiiyroq yurish sizga erkinlik berar. Har qanaqa holatda ham ikkisi ham to'g'ri. Sizning bu holatga nisbatan fikringiz qanaqa? Bu siz uchun normami yoki g'alati?